Avvalgi mashg'ulotlarda biz katta til modellari bilan tanishdik hamda so'rovlar orqali ular bilan samarali ishlash, ya'ni prompt muhandisligi asoslarini o'rgandik. Endi esa 3-modul doirasida sun'iy intellektning kunlik ofis vazifalarida qanday qilib yuqori samarali shaxsiy virtual yordamchiga aylanishi mumkinligini chuqurroq o'rganamiz. Bunga kunda shaxsiy virtual yordamchingiz haftaning barcha kunlarida sutka davomida 24/7 rejimda sizni qo'llab-quvvatlashga tayyor. U turli vazifalarda yordam bera oladi. Masalan, elektron xatlar yozish, prezentatsiya tayyorlash, Excelda ma'lumot tahlili, yig'ilishlar uchun tayyorgarlik va boshqalar. Biz mashg'ulot davomida turli sohalardan 7 ta amaliy misol orqali buni namoyish etamiz. Ushbu misollar orqali ko'ramizki, sun'iy intellekt faqat vazifalarni yengillashtirish emas, balki ofisdagi umumiy mahsuldorlikni ham jiddiy oshiradi.